10 adam tushgan yoki 20 adam tushgan opti rasmning ichida shu 4-5 odamni bosh tarafni kesilib bir yerga kelib turib siz bir alamsiz degan do'stlar mana bu filmimda diqqat qilinglar. Shu rasmni shu ko'p kishilik rasmdan tanlab turib sizgan shu bir oylik ishlarning rasmi, ya'ni shu 6 aylana 3 akisi, undan keyin 2 singil, opis bilan dadasininki. Bularni bir yerga kelib turib siz badam bek chiroyli chiqdi ya. Hozirgacha bir oylik ishlarninki yaxshiroq bilishga rasmimiz yo'qkan, tushunchalarimiz yo'qkan deb shuni orzu qiladim deganlar. Men davomli qilsanglar bo'ladi. Undan keyin ma'qulamdagi rasm bo'lsa, ta'minlagan rasmda shu ota-onaninki o'tirsida bir bal bor ekan. U shuning bilan u o'tirdagi odamni ilib mashkalarni yaqin kelib turib siz badam bu bek chiroyli chiqdi ya. Shu ota-onasininki to'y xotir kuni yoki tug'ilgan kuniga sovg'a qilishga tayinmas keldi. Ondan boshqa men rasmdami shu opamizlarimizniki burunlar tushgan shu rasm paketda to'ydaylarga rasm keldi kesiblam qilib olgan. Shu rasmni suziltib undan keyin men opamizniki beshida sharpa paketda o'zgartib to'piq qilib shikaylanning kiyimini o'zgartib siz berdim. Shunday kiyimlarni hamda beshik kiygan kiyimlarni o'zgartib siz bilanlar desanglarmi? Chiroyli siz bera olayman.